Assalomu alaykum. Demak, bugungi darsimizda maskalar bilan ishlashni ko'rib chiqamiz. Ya'niki bu niqob o'zbekchasi, lekin mask deb o'zi doim inglizchasi aytiladi. Shu sababli mask bilan ishlashni bugun ko'rib chiqamiz. Nisbatan avvalgidan ko'ra kichikroq dars bo'ladi degan umiddaman. Xo'p, demak boshlaymiz. Bu nima? Avvalambor men bitta frame ochib olaman. Nimaligini sizga hozir ko'rsatib bergunimgacha tushuntirishim juda ham qiyin. Xo'p, mask bu ikkita elementni, misol uchun bizda mana bitta to'rtburchak va bitta doira shakli bor, to'g'rimi? Mana shu to'rtburchak elementim, aytaylik bu rasm bo'ladigan bo'lsa, mana shu rasmni men doira shaklida, doira qolipida ko'rsatib berishligim. Ya'niki, misol uchun bu bizda mana shunaqa ko'k rangli rasm bo'ladigan bo'lsa, men buni doira shaklida rasmni ko'rsatib bermoqchi bo'lsam, bunaqa holatda men mana shu mask funksiyasidan foydalanaman. Xo'p, bu qanaqa bo'ladi? Avvalambor bizga kerakli bo'lgan mana shu rasmni kerakli bo'lgan shaklni ustiga olib kelaman mana. Va undan keyin ikkala shaklni belgilab olaman. Bu shift bilan bosiladi va undan keyin ekranning yuqori o'ng qismida bizda mana shu yerda dumaloq doira elementi bor. Buni bosaman va mana bunaqa shakl paydo bo'ladi. Xo'p, bu yerda nima bo'ldi? Hozir layer qismida ko'radigan bo'lsak, mana shu 25-frame ning ichida rectangle 4 va rectangle 5 elementlari, ya'ni layerlari bor va bular qanaqa joylashdi? Layer 5 ni ichiga joylab olindi layer 4. Ya'niki layer 5 bizda mana shu doira shakli bo'ladi. Rectangle 5 bizda mana shu doira shakli bo'ladigan bo'lsa, doira shakli, ya'ni rectangle 5 layeri bizda rectangle 4 layeri uchun qolip vazifasini, ya'ni maska vazifasini belgilab qilib beryapti. Xo'p, endi agarda rasm bilan qidiradigan bo'lsak, misol uchun bizga mebel rasmi kerak bo'ladi, misol uchun. Xo'p, istalgan bitta rasmni olamiz, kattaroq o'lchamda, tiniqroq ko'rinishi uchun va rasmni xo'p, hozir boshqa rasmni ko'ramiz va rasmni alohida kopiyalab olamiz va mana bu yerga joylaymiz. Xo'p, mana endi rasmni o'zini kichraytiraman va endi mana shu rasmni aytaylik men qandaydir shakl ichida beraman. Misol uchun yulduz shakli ichida mana shu rasmni bermoqchi bo'lsam, yulduzni chizib olaman va undan keyin buni bu yoqqa olib o'tamiz. Xo'p, bundan keyin mana shu yulduzning ustiga mana bu rasmni olib kelaman va biroz kattalashtirib ikkala sloyni, ya'ni ikkala layerni belgilab olib mask vazifasiga bosaman. Mana bu yulduz shakli ichiga rasm mask qilindi, ya'niki maska sifatida mana shu yulduz shakli rasm uchun ishlatildi. Xo'p, bunga o'xshagan yana nimalarda foydalanish mumkin? Faqatgina mana bunaqa shakl elementlarida emas, ya'niki framelarda ham bu narsani ishlatishligimiz mumkin. Misol uchun yana bitta frame chizaman va framega fill qismiga rang beraman, misol uchun qizil, va yana bitta mana frame. Bu ikkalasi ham ikkala mana shu qizil elementlarimiz frame bo'lgani uchun ko'rsatib bermoqchiman oddiyroq qilib. Buni ichiga mana bunaqa qilib joylab qo'yishim ham mumkin, lekin agarda mask qilinadigan bo'lsa, unda nimalari afzalliklari ko'p bo'ladi. Buni hozir ko'rsatib beraman. Xo'p, mana bu frame buni ustiga keladi va ikkalasi belgilanib turib, mana bu yerda mask tugmachasi bosiladi. Xo'p, nima frame vaqtida ba'zida mana bunaqa kamchiliklari ham chiqishi mumkin. Mana bunga o'xshagan kamchiliklari chiqishi mumkin. Buni har bitta vaziyatda o'zida individual ko'rib chiqish kerak bo'ladi. Xo'p, mayli. Hozir men sizga frame o'zida emas, boyaga aytgan afzalliklarimni men bu rectangle shakllarida ko'rsatib beraman. Xo'p, ikkita rectangle chizamiz. Bittasiga xo'p, bular mana bu rectangle 5 ga mask bo'lib ketyapti. Xo'p, oldik. Ana endi bu shaklni misol uchun mana bu shaklga joylaymiz. Buni
bunaqaroq qilamiz va mana bu shakl ikkalasini mask qilaman. Mana. Endi mana bu yerdagi rectangle 7 shaklimiz rectangle 6 ga mask bo'ldi. Va agarda men rectangle 6 ga misol uchun border radius yoki shunga o'xshagan qanaqadir nimalar bersam, afzalliklar beradigan bo'lsam, misol uchun mana. Bu afzallik, ya'niki bu funksional, bu parametrlar mana shu maska uchun ishlagani sababli mana bu yerlari ham o'zgarib boradi. Undan tashqari, misol uchun men bunga qandaydir effektlarni beradigan bo'lsam ham, bu effekt aynan mana shu shaklga tegishli bo'ladi. Xo'p, bu yerda ko'rsatib beraman aniqroq qilib. Xo'p. Bu ikkalasini o'chirib tashlayman. Xo'p, endi bunga soya beramiz misol uchun. Mana. Ya'niki bunaqa holatda mana shunda rectangle 7 va rectangle 6 ni mana shu mask qilingan joyigagina bizda soya ishlayapti. Mana bu rectangle 6 ni to'liq o'zi uchun ishlamaydi. Mana shu mask qilingan joyi uchungina ishlaydi. Xo'p, bugungi darsimiz o'zi umumiy mana shu mask funksionalni o'rgatishlikdan iborat edi. Keyingi darslarimizda bu ko'p holatlarda ishlatiladigan funksional bo'lgani sababli. Xo'p, bu narsani iloji boricha rasmlarda, videoda, shakllarda va albatta framelarda ham alohida praktika, ya'ni amaliyot qilib ko'rishingizni so'rab qolaman, chunki bu juda ham ko'p holatlarda ishlatiladi. Keyingi darslarimizda yoki amaliy darslarimizda odatda ishlatib tez o'tib ketgan vaqtimizda tushunmay qolmasligingiz uchun bu narsani qayta-qayta takrorlab tayyorgarlik qilib qo'yganingiz ma'qul. E'tiboringiz uchun rahmat.